Hürmetli akajonim, o'tgan akşam ses qo'yib edingiz. Shu o'zbekiga ham yaxshi tushunmadim va bu yozmani ham o'qib ber deb edingiz. Bu o'zbekni sesini yana sizga eshittirib, tarjimasini yana qilib beraman. O'zbeksanu o'z tilingdan or qilasan. Asli nasli o'zligingni xor qilasan. O'z millating Mana bu nima deyaptir? O'zbeksan deydi. O'zingga o'z tilingga or qilasan, yana o'z tilingga uyalasan. Ki qanday meni sesim yodimga bir gap kelib ketdi. Biz bir vaqt madrasada o'qiyerdik. Va Karim o'g'li Azodbekning daftaridan o'zbeki kitob olib kelib o'qig'ich talabalarga tarqatib taqsim qilib o'z mav'izalarimizni yana anjumanimizni o'zbek tilida aytish har bir o'zbekning burji bo'lgan edi. Yani her bir o'zbekka lozim qilgan edik. Bir bo'lmas o'zbek o'z tiliga orqilg'ich, o'z tiliga gaplab uyalg'ich va bizlarga qarab kuldi. Aytdi, o'zbekka ham tilma dedi. Qanday taqrir qilasan dedi. So'ng bizlar buni bu gapiga qattiq to'xtadik. O'zingiz taniysiz, onu otini aytmayman. Shu ukasi va Mavlayni ukasi sizni oldingizda amsayamadi. Ondan keyin biz yana Mavlayga, ustozga e'tiroz qilganday qildik ki biz o'zbekmiz, bulan beshak o'zbek, va siz ham o'zbek, hammamiz o'zbek. Lakin bizni bu gapi bizlarga ko'p bir ayb. Bu ne uchun bu o'zbek tilimizni bunday deb aytdi? Ya buni aydaysan, ya biz hammamiz ketamiz deb boshqa talabalar ustozdan naroz bo'lganday bo'ldik. So'ng ustozimiz aytdi, voqean bu malamat ol sizlardan maafi tilesin deb ona aytdi. Onu tiletib aytdi, onu tiletib keldi. Onga aytdi, oy o beg'ayrat deb onu bir-iki so'kdi aytdi. Qaysi dedi? Shu anajonini joyiga qarab kulgan ekan dedi. Sen dedi shu beg'ayratsan dedi. Toplardan ma'zurat tile dedi. Yana bir qissam aytib berdim. Bu shu orqilg'ich o'zbeklardan har kim o'z tilidan nafrat qiladi, har kim o'z tiliga or qiladi, ol musulmon emas, ol kofir bo'ladi. Nima dalilga kofir bo'ladi? Alloh tabarak va taala insonning xilqat qilibdi, insonning jaratibdi. Shu'uban va qabaila li ta'arafu debdi. Bir tane o'zbek deb taniladi, bir tane arab deb taniladi. Yana bir ta bo'lsa boshqa bir ta Panjabi, bir ta Urdu, bir ta bunday har muxtalif tarzga taniladi. Har kimiki o'z tiliga or qiladi, ol musulmon emas. Bu ko'p bir yaxshi aytadi. oyoq osti yer bilasan. O'ynab qo'yay. Buni eshitdingiz. Yana keldiganda sizni xohlash uchuningiz mana o'zbekki gapni o'qib beraman. Bu muna toza kelgan musulmon nimalar va sotilgan o'zbeklar va yana bir tesi ham sotilmagan o'zbeklarni himoyat qilg'ichlar o'z ichiga aytibdi. Buni ba'zisini sizlarga hammasini o'qib bermayman, yani ba'zisini o'qib berayin. Ol aytibdiki, men hammamiz biz bir musulmon, Xudo bizni musulmon debdi.
deb yozgan ekan. Ene sindan bo'lsa sin bilan Hamiza bor, ol shu sotilgan o'zbeklardan, afg'onlarga qul bo'lganlardan. Ene jim onun cevabı ol o'zbeklar ki Afganlar olarga xiyanat qilibdi, ol Afganlardan hali nafrat qilibdi, olarni gabi. O satılgan o'zbek nima debdi? Mana yani bunu bir şu avval başından birazrak o'qib beren, o'rtasidan birazrak oxirigacha basini o'zingiz biling. Siz odamma yoki hushi masnaviymi? Javob. Siz odamma ya afg'onlarni qulimi? Ol sizibdi yaqinlashmang ulug'vorim. Meni havsalamam yo'q janjal qilmoqqa. Bizlar afg'on, o'zbek, tojik, buyuk Rabbimizning o'ngida birimiz. Hech bir farqimiz yo'q. Juz taqvomiz. Yani bir taqvolik yaşamız. Diga afg'on demang manga. Men alhamdulillah o'zbekman, turk farzandiman. Cevap. Taqvolilar hammasi afg'onmi? Ki o'zbek, tojiklar hamma fosiqlarmi? Qudratni hammasini afg'onlar oldi. Afg'onlar ahlmi va bilimlimi? Yana Qur'oni Karimda bir oyat karima keladi. An tu'addul amanati ila ahliha deydi. Yana bundan ma'lum bo'ladiki, bu uyunkimagir sotilgan afg'onlarning quli o'zbek, tojikni go'yoki ahl bilmaydi, ammo ahl afg'onlarga kelgan. Bu nima debdi? Bilimlimi? O'zbeklar ahli emasmi? Ol taqa aytibdi, ajab odam ekansiz. Ajab odam ekansiz. Satılgan afg'onga satılgan o'zbek. O yana birtasi javob. Siz o'zbek emas ki afg'onlarga qul bo'lgan kishilardansiz. Siz ajib ekan ki sizday o'zbek ko'rgan emas edim ki o'zining qullariga ki o'zini qul qilgan bo'lsa. Sen gapingizni bilib gaplang. Men afg'on, o'zbek, tojik demayman. Men musulmon taniyman. Xudo degan meni inim. Javob. Va afg'onga sotilganlarga javob beryaptir. Javob. Men gapimni bilib va anglab turib gaplayurman. Ki hushu va havasimdan ketganim yo'q va ketgan emasman. Ki sizlarday bo'lib sotilganim yo'q. Ki asli o'zbekman. Ol yozibdi. Men afg'on, o'zbek, tojik tanimayman. Men musulmon taniyman. Xudo degan meni inim. Javob. Afg'onlar sizni insonlarni, afg'onlar ki sizlarni inson bilarmi? Aya musulmon hamma afg'onmi? Alloh taolaning tanigichilari ki barisi afg'onlarmi? O'zbeklarni allatib idday urushtirdi. Satılgan o'zbek. O'zingiz katta mavlayi ham ekansiz. Ammo bu oz fikrligingizda hayron bo'lib qoldim. To'g'risida. Javob. Mavlavi bo'lmang, odam bo'ling. Hadisi pokda keladiki, xayrukum al-mudafi an ashiratihi ma lam ya'tham. Ki amelchi bo'ling. Savol. Ol qayta boshdan sotilgan o'zbek. Ammo siz odam emas ekansiz. Siz bir mutaassib kishi ekan. Javob. O sotilgan o'zbekka javob beribdi. İslam dinidan bilasizmi? Taassub nimani aytadi? Taassub shulki o'z qavmlarining ki boshqa qavmlarni ustiga zulm qilmoq uchun tayyorlasa ki qanday sizlarni mavlolaringiz afg'onlar
ki Sozmaqaledagi o'zbeklarni xotinining 13 yoshdagi qizi bilan kecha nima qildi? O Sozmaqaleda bir voqea bo'lmadi, shunga ishora qildi. O'zbeklarni nahaq olib borib qamoqqa tashladi ki qanday Davletoboddagi o'tgan voqealarga ishora qildi. Halanki bular musulmon emas. Musulmon nima deydi? Musulmon haqni haq biladi. Davletoboddagi o'zbeklar bo'lsa apa-singillari, qizlarining himoyasi uchun bir ikkita afg'onni urdi. Afg'on uyingiga bu musulmon nima kofirlar bo'lsa o'zbeklarda olib borib bandi qildi. Aya shular musulmonlikmi? Hozir bugun vaqtdan qo'ng'iroq qildi bir bala ki Davletoboddagi o'zbeklarni qo'yib berdi dedi. Shayat qo'yib bergan bo'lsa bunga ishora qildi. O'zbeklarni nahaq olib borib qamoqqa tashlaydi ki o'zbeklarni uy joylarini zo'rg'a tortib oladi. O'g'il va qizlaringni nima qiladi? Siz o'zbekmi? Afsus sizday o'zbek odamlarga. Yana savol qilibdi. Shu sotilgan qayg'ulanmang. O'zbeklar ham o ishni qilmoqni kam qo'ygan yo'q. Yana o'zbeklar ham afg'onlarning ustiga afg'onlar o'zbeklarning ustiga qilibdi, o'zbeklar afg'onlarning ustiga ko'plar qildi degani javob beribdi. Tashakkur sizdan. Nan qabristondan turgan nan qabristondan turgan va kelgan o'zbek ona otadan bo'lgan bo'lsiz, qisos o'chingizni olarsiz. Yashang. Bizlarki bu xoin afg'onlarga ko'p xizmat qildik. Chavki shuhada Qandaharga emak ichmak olib borgichadik. Oxir ham o'zbek bo'lgan sababidan afg'onlar o'z afg'onlariga hamma qudratni berib qo'ydi. Oxirda ham Mavlavi Abdulhalim Kalafgonining Peshawar shahrida afg'onlar shahid qildi ki dalili shu bo'ldiki, sen nima uchun Rajab Tayyib Erdo'g'an bilan uchrashding va gaplashding degan so'zlari bo'lgan edi. Ki Abdulhalim Kalafgoni turklardan ko'p narsalar, yana pul va ma'lumotlar olib kelgan edi. Yana dollar olib kelgan edi ki o'zbek talaba va mujohidlarga tarqatsa, o'zbeklarni jamjamasini bo'lsa va tavzi bu mavod muqaddam va xo'rakani paysani ularga tavzi qilsa edi ki Shamdan so'ng ki bu bo'lmas vijdonsiz afg'onlar onun shahid qildi. Ilohim o kishining ki o'rin joylarining jannatil firdavsda to'ridan to'shasin. Yana sotilgan afg'onga qul bo'lgan aytibdi, xohish qilaman. Javob beribdi, tashakkurlar hurmatli ukajonim. Garchi bizlar qavm va qabilamizga faxrlanmaymiz, balki qavm va qabilamizning qilgan ish va amallariga faxrlanamiz ki bunday faxrlanmak islom dinida to'g'ri bo'lgan ki Tengri Taologa hamd va sanolar bo'lsin. Din va dunyoga xizmatchi bo'lib kelgan ki siz va biz o'zbek turklardan ko'proq bo'lib kelganlar. Lakin bunu ham bilsakki kattalarimiz boshboqon bo'lganlar ekan deb jim yotmasak, balki oldin o'tishga intilsak ki qavmimizga xizmat qilsak ki qanday bir she'r zaboni dari darbari turklar tilida deyadiki yani bu asli til dari Bo'stoni Guliston Hafiz Sherozi bular yozilgan hammasi dari tilga yozilgan. Fors asli arabiy, bu ma'no otni aytadi.
Fars til emas, Fars bir gulchin. Fars asli Arabi. Fars deb Faris bu ma'na ot. Yani tojiklar aytadi, dari tilga aytadi, asf deymiz. Agar mardi bashi khud ra khesh padar saz pushtinam padar chi megardi o'girma o tercümesi agar sen o'zingni erkakday bilersen ki o'tgan bobolaringday bo'lib xizmatchi bo'lgin. Yana bir yerde mard erkaklar erkak deb tarjima qildik. Asli erkak murod emas. Xotinlar ham o'zbeklarning xotinlari, qizlari ham ko'p xizmat qilgan. Tamrus Turkan Xotun O'zbekistondan harakat qildi. Qancha urushdi. O İran asli ayrı ana Madar-i Muqaddas tercümesi var. Onda bir de Tamrus ol bir düşmanını başını kesip kandı içine koydu. İçkin kandı toygun dep koygan ayal kişiler. Ay apacanlarım, ay akelerim, Özbek milleti kızı ve hatun, oğul ve kız, merd yani erkek yani urgaçı, hammasi qadri qimmatli. O'girma ve tercümesi. Agar sen o'zingni erkak, o'zingni bahodir shahomatli day bilersen, o'tgan bobolaringday bo'lib xizmatchi bo'lgin. Yakka o yolg'iz ki mening ota bobolarim bunday katta kishi edi deb jim bo'lib yotmagin degan. Lihaza Afganlarday bo'lib taassubdan ish olmang ki mutaassiblarga ham yo'l bermang. Haqsizlikdan ki sizlarni yigitlaringizni olib borib qamoqqa tashlasalar, himmat qilinglar. Qavmlarimizni xizmatida bo'linglar. Afganlarga e'tibor yo'q. Qur'on hadis to'g'risida bularni qilgan ishlari barisi noto'g'ri. Mana o'zlaringiz ko'rib keldilaringizki, Karzay Ashraf, mana Molla G'aybatullosi hech bir tasini bularning ishi Qur'on hadisga to'g'ri emas. Savol: qaysidan sotilgan o'zbeklardan bizlarga nang bo'lsa ki sizlar ham qaysi faxr bo'lib to'xtagan emassizlar. Asli to'xtagan debdi, to'xtagan emas, to'xtagan emassizlar. İnson mutaassib johil. Javob: taassub iki qism. Biri haram bo'lgandir ki o'z qavmining ki boshqa biror qavmlarni ustiga jo'natsa, ki qanday afg'onlar bo'lgan ki o'zbeklarni qavm va qabilasiga qilayapti ki onu qilishi noto'g'rilik uchun hadisi pok bor bo'lgan babu fil asabiyya, babun la asabiyya taassubni bayoni. Hadiste yani hadisini o'qib berayim. Mana oxiri Efendimiz Hazreti Muhammed'den soradım ki, kim soradı? Vasil bin Asqa soradı ki keyin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cevap qaytardı. Asabiyet şul ki sen öz qavmingni qilayotgan zulm va sitamlariga qo'shilasan ki onga yordamchi bo'lasan ki yana boshqa bir rivoyatda bunday ham keladi ki qultu ya Rasulullah amina al-asabiyyati ay yu'ina ar-rajulu qawmahu ala zulm qala na'am. Ki bunday qilish haram ki qanday afg'onlar ki sizlarni joy va mulklaringizni ki joy va erlaringizni yana zaminlaringizni jabran tortib olayaptilar ki qanday burungi Abdurrahman Mal'un
Abdurrahman'ın tarihini hem Özbekistan'da ekenligini okup körüger. 2 cildi Orta Asya tarihi da sızılgan. Orta Asya tarihi 2 cild. Kanday burungi Abdurrahman Mal'undu zamanası da 25 ming Afgandı Qataxan ve Türkistan'a alıp barıp caylaştırdı. Ki Qataxan'dan bir izi 50 güy Özbeklerdi Helman'a alıp barıp caylaştırdı. Aya şul insaf mı? Ama cahillerden depsiz eken ki cahillerde evvezisiz ki Özbeklerde beriş beçelerinin neslige kul bolup kela yapsızlar. Afganlar ki Nadiri Afşar'da kılgan işinin onun Ahmet Şah'sının üstüge kılgan işinin ki sizlerde üstlerinizge kıla yaptı. Huşka kelinler hey Özbekler. Münabiyede bradarim siz sorapsız eken ki tercümesini aytıp verin. Mına bunu okup sizge aytıp verdim. Sesinizde hem koysam bolğuç edi ki lakin vakt köp az edi. Yaşnasın Özbekler, yaşnasın Türk dünyası. Assalamu alaikum.